Cheklovlarni, taqiqlarni qanday qilib bekor qilishi mumkin? Qonunda belgilangan tartib bor, o'rnatilgan. 3 ta holatda cheklovni bekor qilishi mumkin. Birinchi holatda bunda o'sha sobiq turmush o'rtog'ining roziligi. Ya'ni ijro harakatlarini to'xtatish haqida ariza berish kerak bo'ladi. Bu qaysi holatlarda beradi? Bunda endi o'sha er-xotin o'rtalarida kelishuv bitim bo'lishi kerak. Ya'ni xo'jayinini chetga borib, xorijga borib ishlab kelish uchun ishlab topgan daromadidan aliment to'lash uchun, alimentdan bo'lgan qarzdorlikni o'sha sobiq turmush o'rtog'i sharoit qilib berish kerak. Shunga ruxsat berish kerak chiqishga. Lekin bu yerda bitta narsani esdan chiqarmaslik kerakki, aksariyat hollarda o'sha qarzdor, aliment to'lovchi chetga chiqib ketgandan keyin o'zini majburiyatini esdan chiqarib qo'yapti. Ya'ni o'sha topgan daromadini to'lagisi kelmayapti. Bunda o'sha aliment to'lovchi bitta narsani unutmaslik kerakki, bitta qonun bor, javobgarlik masalasi bor. Ya'ni bunday holatda davlat ijrosi tomonidan majburiyat bajarilmagan taqdirda qidiruv e'lon qilinadi va ushbu fuqaro O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin javobgarlikka tortiladi.